Men hali bolalik gashtini surib ulgurmagan edim. 12 yoshimda taqdir mening nozik yelkamga ulkan saltanat yukini ortdi. O'yinchoqlar o'rnini qilich, shirin uyqu o'rnini xavotirli tunlar egalladi. Men ota yurtimni, tog'lari ko'kka tutashgan, havosi jannat isi ufurib turgan vodiyni sevib qolgan bir o'smir edim. Lekin taqdir menga ket dedi. O'z taxtimdan, o'z uyimdan, o'z bolaligimdan quvildim. Yillar o'tdi. Oyoqlarim toshli yo'llarda qonadi. Xiyonatning achchiq ta'mini totdim. Do'st bildim, dushman chiqdi. Panoh istadim, choh qazishdi. Taqdir meni issiq shamollar esuvchi, tillari va elati begona bo'lgan olis o'lkalarga yetakladi. Qo'limga qilich olib, dunyoni titratadigan buyuk bir imperiya qurdim. Millionlab insonlar mening amrimga bo'ysundi. Mening nomimdan xutbalar o'qildi, tangalar zarb etildi. Men dunyo taniyadigan fotihga aylandim. Ammo odamlar meni baxtli deb o'ylashardi. Ular mening oltin taxtda o'tirganimni ko'rishdi, lekin ko'kragim ichidagi vayronani ko'rishmadi. Bir qo'limda dunyoni zabt etgan qilich bo'lsa, ikkinchi qo'limda qalam yig'ilardi. Shoh edim, ammo ko'nglim gado edi. Hindning behisob boyliklari, olmosu yoqutlari men uchun bir hovuch, ona yurt tuprog'icha qadrli emasdi. Men butun umr o'zga yurtda shoh bo'lib yashagandan ko'ra, o'z yurtimda oddiy darbadar bo'lishni orzu qilgan insonman. Tanam shu yerda ko'milsa ham, ruhim har doim o'sha Farg'ona vodiysi tomon talpinaveradi. Men shoh va shoir, men Andijon farzandi, men Zahiriddin Muhammad Boburman. Bu mahsulot EA Fabrika tomonidan tayyorlandi.